Ko'rinishdan baliq deb o'yladinglarmi, to'q deb o'yladinglarmi? Nimaga o'xshasa ham mazasi bomba bo'lar ekan. Vitaminga boy bo'lgan ismaloqni yuvib, nomiga tomirini kesib olamiz. Qaynagan suvga 2 daqiqaga bo'ktirib qo'yamiz. 2 daqiqa ichida tuxum, tuz, suv solib aralashtiramiz. Un solib aralashtirib, suyuqqina xamir tayyorlab olamiz. Qaynagan suvda yumshab olgan ismaloqni olib ko'rsatilgandek qilib burab olamiz. Xamirimizga buralgan ismaloqlarni belab, o'rtacha qizib turgan yog'da qovurishni boshlaymiz. Issiq paytda xrusti yaxshi, sovuganda esa biroz yumshoqroq bo'ladi. Musulmonlarim, albatta tayyorlab ko'ringlar. Mazasi prosta bomba bo'ladi. Ko'katmanga sovuqlik qiladi deganlar uchun yoniga arabcha choy tayyorlaymiz. Malham arabcha choy uchun sifatli, mazali, quyuqqina sladkaya korovka zgushonkasidan foydalandim. Qaynab turgan suvga quruq choy hamda sut quyamiz. Shirin hamda xushbo'y bo'lishi uchun har qanaqa kremlarda ham qotib o'xshab chiqadigan sladkaya korovka zgushonkasidan ayamasdan solamiz. Oshqozon uchun foydali, yengilgina arabcha choy tayyor. Idishga quyayotganda suzg'ichdan o'tkazing. Ispanak balig'i retsepti tayyor. Yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilib, like bosishni unutmang.